Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan yana qiziqarli tajribalar o'tkazishda davom etamiz. Bolajonlar tayyormizmi? Ha. Demak, hozir men sizlarga bitta topshiriq qo'yaman. Mana qog'oz. Qog'ozni nima qilamiz? G'ijimlaymiz. Mana g'ijimlaymizda mana shisha qog'ozga solamiz. Hamda ufullab nima qilib olishimiz kerak? Ichiga tushirib olishimiz kerak bo'ladi. Qani ufullab tushirib olchi. Men senga ichiga tushir dedi. Qani Sarvar sen qilchi. Mamma. Yana bitta qilib ko'ring. Hadi, mana. Uyda nima qilib chiqishimiz kerak? Bajarib ko'rishimiz kerak. Mana shunday qilgan holatda ham chiqib ketyapti. Demak, bu nima uchun chiqib ketyapti? Chiqmasligi uchun nima qilishimiz kerakligini nima qilamiz? Bajarib kommentariylarda yozib qolamiz. Buni tushirishimiz uchun nima ish qilishimiz kerak? O'shani uyda nima qilamiz? Bajarib ko'ramiz. Oddiygina. Ana bitta qil. Mamma. Ha. Qoch. Demak, bu yerda qanday fizik jarayon bo'layotganligini nima qilamiz? Yozib qolsak yaxshi bo'ladi. Xayr bolajonlar.